Assalomu alaykum barchaga. Biz ICT kompaniyasidan ushbu mashinani sotib olgan edik. Solder operatorimiz, ikkinchisi tekshiruvchi apparatimiz va qolgan apparatlar. Bu apparatlarni birin-ketin bilan yetkazib berishdi va tez orada o'rgatib qo'yishdi. Keyingi apparatlarimiz bundan chiqqandan keyin ushbu apparat kirib ketadi. Bu SMT liniyasi va keyingisi IP liniyamiz. Bu uchun biz ko'mikliga va lochiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.